Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisizlar? Instagramga yangi funksiyalar qo'shilibdi-da. Hozir men story yozsam, Reelsga ketdi, tavba. Juma yominglar muborak bo'lsin. Yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Men hozir uni o'chirib tashlayman. O'qishlarni tugatib, esalomon ishlarga chiqib oldik. Endi mazza qilib ishlayman. Yangi o'rgangan bilimlarimizni hayotga albatta tatbiq qilamiz. Klientlarimiz ko'p. Agar kimgadir javob bermagan bo'lsam, endi javob beraman. Fizически ulgurmadim xolos. Yana yopiq kanalda e'lon qilganim skidkalar tugadi deydi-yu, tugadi. Endi yana qachon qilaman bilmadim. Настроениямga qarab. Sizlarning talab va istaklaringizni inobatga olgan holda nimada qiynalyapsizlar ko'proq direktimga yozishingiz mumkin. Men sizlarga yordam berishga tayyorman, bilasizlar. O'shancha o'qib yuribman o'zi. Bo'lmasa nima zararlaydi? Choch bo'yash bilmaydi deb o'ylayapsizlar meni. Shunaqa gaplar. Kuninglar xayrli barakali bo'lsin. Kechga Elis gruppasida besplatniy darsimiz bo'ladi. Kim Elis gruppasiga qo'shilmagan bo'lsa, qo'shilib o'tib kiraveringlar. Juda ham foydali darslar bo'ladi. Ertaga kechqurun soat 9 da boshlayman. Hamma ishini tugatgandan keyin, absolyutni uyiga borib olgandan keyin men mana shu ishxonada mana shu doskachamga yozib sizlarga dars o'taman. Xo'p. Koloristikadan o'sha yaxshi bilimga ega bo'lsalar, конечно, sochni kuydirmay, yondirmay cho'tki qilib bo'yab berasizlar. Bu hurmatli hamkasblarimga tegishli. Kimdir sochini bo'yatmoqchi bo'lsa, o'zimga murojaat qilaverasizlar. Direktam to'lib yotibdi. Javob beraman hammaga. Katta zang ekan deb o'ylamanglar. Men unaqa emasman. Prosta ulgurmayapman xolos. Yana nima demoqchi edim? 4 ta texnika kursi bilan kislotniy smывка kursiga skidka qildim, tugadi. Endi boshlang'ich koloristika kursiga ham qilsammikin? Nima deysizlar? Yozinglar, xo'p. Qiynalayib turgan narsalaringni yozinglar, men yordam beraman.